Ha dada, shashlikni issig'ida yeng. Iya dada, yig'layapsizmi? Shu 2 dona shashlikka yig'layapsiz. O'g'lim, umringdan baraka top. To'g'risi ko'zimga yosh keldi. Qo'lingga pul tushsa shashligida, somsa edi qilib ota-onam yesin deb olib kirasan. Ha shuni ertaga puldor olib ketganingda ham qilsang bo'laveradi-yu. Dada, lekin o'sha boyib ketganimda xuddi shunday siz bilan bir dasturxonda o'tirishni Alloh nasib qilmasa-chi dada. Axir dada, qancha boylar bor. Ota-onasini qabrining ustida bo'zlab yig'lab kelayotgan. Ana shulardan borib so'rangchi, o'zini boy hisoblarmikin? So'rangchi, o'sha boyliklari unga baxt olib kelayotganmikin? Men o'shalarning oldida boyman dada. 2 dona shashlikka qurbim yetsa ham olib kirsam, quvonib yeb o'tiradigan siz tiriksiz. Onam tirik. Men uchun shu baxt. Hozir meni davrim dada.